To'rtinchi hadis firibgarlik haqida. Bizni tilda nima bo'ladi? Ha, o'zbekchasi-da, mashinistlar. Aprislik ham o'zbekchasi. Ha, aferist deb qo'yadi. Islomda aldov, firibgarlik, birovni chuv tushirish, savdo sotiqdagi aldamchilik kabi illatlar qoralangan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Laysa minna man g'ashshana laysa minna." Kim aldab, firibgarlik qilsa, bizdan emas. Endi firibgarlikning turi ming xil. Hunaringiz, nima deydi? 10 xil hunar bo'lsa, firib ham 10 xil. Siz o'zingizni ishingizni ustasi bo'lgandek, o'sha ishni firibini ham ustasi bo'lasiz. To'g'rimi? U bilmaydi-da, qanday bilsin u? Siz unga firib berayotganingizni. Bizni tilda aprislik qilayotganingizni qanday bilsin? O'zi shunaqa bo'ladi deydi. O'zi ish chata qo'yib qo'ygan. O'zi shunaqa bo'ladi deydi. Uni qishayib ketdi. O'zi yush tushganda shunaqa bo'lish kerak deydi. Lubodan so'rang deydi. Desa, ha, shunaqa bo'lish kerak ekan deb turaveradi. Santexniklar bormi ichimizda? Bu umuman boshqa hunar egalariga ham tushaveradi bu shablon. Keladi, hozir klient olib kelaman, mana deysiz deydi. Yana ketadi, klient olib keladi. Nechta pul desa, haligi 10 so'm sotayotgan narsasi 15 deydi. Haligi klient bir marta qiladi endi. Birinchi marta qilib bilmaydi. Bo'pti deydi, 15 ga olib ketaveradi. Keyin qaytib keladi, 5 ni beradi, 10 ni. Harom bu. Harom bu. Ya'ni klient olib kelishdan burun ishni pishirib qo'yib turib, uni zararidan siz foyda ko'ryapsiz. Endi har bitta usta o'zi biladi, o'zining ishidagi firibini. Ustalar, ko'zinglarni ochinglar, klientning foydasiga ham ish qilib boringlar. O'sha mana miqni ishlatib qo'ysa bo'laradi qaytarib. Mo eskisini qo'yib qo'ysa bo'laradi, qo'yib qo'ysa. Yo'q, yangisini. Yana bitta narsada hozir отделщикларning ishi ajoyib bo'lib qopti. Hatto oladigan instrumentini ham sizni rasxod materialiga qo'shib qo'yar ekan. Insof qilinglar. Shpatlovkasini ham, hali o'zida bo'lish kerak bo'lgan instrumentni ham qo'shib olar ekan rasxodga. Tashab chiqib ketasiz, mayli, lekin o'sha yaxshi bo'lmadi. Agar olib chiqib ketsangiz harom bo'ldi. Instrumentingiz o'ziniki bo'lish kerak emasmidi? Endi mayli haligi bolgarkaning toshi tugaydi, tushunarlik. Lekin shpatlovkalarda, shpatliklarda ham usti klientga oldirayotgan bo'lsanglar, uyatinglar, Allohdan qo'rqinglar. Payg'ambarimiz aytadilar, kim firibgarlik qilsa bizdan emas. Endi o'sha pul qayerga boradi deng? Aytib qo'ying bo'lmasa, siz hisobingizdan instrument oldi deb qo'ying, chunki u faqat stroy materialga pul to'layapman deyapti, instrumentga to'layapman demayapti u. Imorat qilganlar yoqdimi gapim? Laysa minna man g'ashshana. Firibgarlik qilgan bizdan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'sha topgan pulingizni qarang, qayerga ketdi? Agar firibgarlik bilan topgan bo'lsangiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovqat sotayotgan, taom sotayotgan odamning yonidan o'tib qoldilar. Uni yemishiga qo'l tiqib ko'rsalar, pasti namlanib qolgan ekan. Ustiga zo'rini qo'ygan, orqasiga namini, tagiga namini solib qo'ygan. Shunda bu nima deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sotuvchi aytdi: "Ya Rasululloh, yomg'ir yoqqanda ozgina nam tegib qopti" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Uni tepasiga qo'ymaysanmi? Odamlar ko'rar edilar." Orqasidan kim aldasa bizdan emas dedilar. Qulpinoy sotadiganlar. Uzum umuman meva sheri sotadiganlar. Qurtuvor tomonini o'z tomoniga qaratasiz. Oldidan qarasa suratga tushadigan darajada chiroyli. Olsangiz orqasida qurti bor. Nima qilish kerak unda? Termaslik kerakmi? Artmaslik kerakmi? Xullas o'zingiz bilasiz. Chunki qurti yo'g'ini oldim deysizda. Javob shirin dona tuyatish hammasi deydi. Bitta chiqsa pulingizga shubha aralashdi. Bitta chiqsa sizga nima deb bergan edi? O'shuning uchun sizdan 100 so'm yoki 50 so'm qimmat olgan edi. Allohdan qo'rqaylik. Bilmasdan o'tib ketgan bo'lsa mayli. Apkasi almashtirib berdingiz. Ammo bilib turib firibgarlik qilmang. Chunki payg'ambarimiz bunaqa odamdan biz pokmiz deyaptilar. Sallallohu alayhi vasallam. Endi aytayapman, har bitta odam o'zini qilayotgan tijoratida, kasbida o'zi biladi qayerda firibgarlik bor, qayerda to'g'rilik bor. O'sha to'g'ri ishlayotganlarda qarasangiz, topganida baraka ham bor. Endi shu firibgarlikda haligi nima der edi? Ustalarda chola qiladigan ish nima der edi? Ha, narvera, harpana, qo'ldan o'tkichi egasiga bizga mas'ul deb qo'yadi. Shunaqa qilayotganlarda qaranglar-da, tiyinni ulab yetkiza olmayapti.
Xuddi shu ishni boshqa usta qilyapti, lekin uni ham yo'g'i zo'r. Nimaga desa, firibgarlik qilmayapti-da bu. Birodarlar, mo'l-ko'l, barakali hayot kechirishni siri shu. Siz ishingiz yurishmaydi, yopilaveradi ishingiz, uni ishi yurishaveradi. Sababi firibgarligi yo'q uni. Ikki xil upakovkada qilib keladi zapchasti. Sariq upakovka, qizil upakovka. O'zi bitta Xitoyniki. Moddiy koreyskiy deydi. Mo koreyskiy deydi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir rivoyatda o'zini taomini rosa maqtab sotayotgan odamni oldiga o'tib qoldilar. Muborak qo'llarini unga tiqib ko'rsalar ovqatga, unda buzuq, rasvo taom ham qo'shilgan ekan. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam buni alohida, bunisini alohida sotgin deya yuqoridagi hadisni aytdilar. Man g'oshshana falaysa minna. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotadigan do'konlar. Buni ham albatta aytib o'tishimiz kerak, chunki ko'pchilik aka-ukalarimiz kelib shu narsadan shikoyat qiladiki, kechagi srogi o'tgan mahsulotini, srogini o'zini qo'lida bir qandaydir bir jihoz bo'lar ekanmi yo yozuvni o'zgartirib qo'yar ekanmi, yangi narsa deb turib srogini yangilab sotar ekan. Srog o'tnisi chiqib ketgan, uni yangilab qo'yib sotaverar ekan 15 kun. O'zi 10 kunda yoki bir 15 kunda srog o'tnisi o'tadi uni. Ammo bular o'zgartirib qo'yadi, yana 15 kunga cho'zib olib turib, yangi molni sotgandek sotaveradi. Bu harom bo'ladi, bu yolg'on bo'ladi, bu musulmonlarni aldash bo'ladi, firibgarlik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Laysa minna man g'oshshana." Bizdan emas, bizni oldigan kimsa. Shu narsaga ham e'tibor berib qo'yinglar, do'kondorlar, Allohdan qo'rqinglar. Wal makru wal khadiyatu finnar. Makr va aldov do'zaxdadir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.